Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. O'zbekistonliklar uchun prezident tomonidan 690 milliard so'm beriladi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Ehtiyojmand oilalar, bemor bolalar va masjidlar uchun 690 milliard so'm yo'naltiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq Qurbon hayiti munosabati bilan og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolaga jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2,3 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxisi qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlari qoplab beriladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqlariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. 500 ta masjidda aholi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida zamonaviy tahoratxonalar qurish, rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlash, shuningdek joylardagi qabristonlarni obod qilish ishlari amalga oshiriladi. Davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat to'plamlari bilan ta'minlanadi. Mazkur chora-tadbirlar Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' hisobidan moliyalashtiriladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostiga bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling.